Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Yaxshimisizlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Xudo xolasa bugungi videomizda sizlarga ajoyibundan, zo'rindan Cobalt olaman. Cobaltni zo'rini izlab yurganlar uchun ajoyibundan egalardan Cobalt qo'yib berib o'taman. Zo'r Cobalt. Xudo xolasa hozir bir qator sizlarga ma'lumotlarni berib o'taman. Videolarimizga likelar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Bizdan uzoqlashmanglar. Shunday zo'r mashinalarni, eng ajoyib yangiliklarni chiqarib borishda davom etamiz. Cobalt ko'rib turganlaringizdek 2021-yil eldine chiroyli zo'rindan obisovkalar qo'yilgan. Mashinamizda Magigar pultlari bor. Ko'rib turganlaringizdek avtomat korobka disklar turibdi. Mashinamiz o'zi mexanika bo'ladi. 2021-yil ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Mana Magigarlar ham bor. Mashinamizning salon holatiga keladigan bo'lsak, salon holati o'ta ideal. Mashinamiz 107 ming kilometr yuribdi. O'zini halol yurgani mexanika bo'ladi. Smartfonlari bor, video registratorlar qo'yilgan, bir dana chexoli kamiz. Pastlarni poliklar tashalgan, lilonlar döşelgan. Mashinamizning motor holatiga keladigan bo'lsak, motorlardan bir qator ko'rsatib o'taman. Obezlari bor. Mashinamiz ideal holatda, metanlar ham bor, qo'yilgan. Mashinamizning kraskasiga keladigan bo'lsak, kraskasi shu yerning kremda ozgina petno bor edi. O'zingiz egalari bilan ko'rib, kelishib olaverishingiz mumkin. Mashinamizning holati o'ta ideal, zo'r egalardan mashin. Ko'rib turganlaringizdek ajoyib sostenada, zo'r sostenada turibdi mashin. Chiroyli polirovkalar ham ishlanib turibdi. Mashinamizni ko'rib turishingiz mumkin. Orqa holatlarida, orqalarida zadniy kameralar ham bor. Mashinamizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 125 million so'm aytilib turibdi. Aytilgan narsa aytilgan baho sotilmaydi, kelishib qaytib beriladi. Xudo xolasa shuda pastda telefon nomerlarini qo'yib qo'yaman. Egalarni bemalol kelishib olaverishingiz mumkin. Mashin egadan, tayyor mashin. Pul zarur dedi. Zarurchilikdan sotajakman, bo'lmasa sotmayman mashinani dedi. Mashinani ko'rib turib olishingiz mumkin. Mashinamiz 4 tumanida turibdi. Shaharning mashini ko'rib turganlaringizdek ajoyib zo'r mashin. Shu videomizni Cobalt olaman degan yurtdoshlarga yuborib qo'yinglar. Zo'r Cobalt olaman, mexanikini olaman deganlar uchun ajoyibundan sizlarga mexanika Cobaltini. Videolarimizga likelar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa shunday zo'r mashinalarni, ajoyib mashinalarni chiqarib borishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.